YouTube'ga joylayotgan shorts videolaringiz umuman prosmotr olmayapti yoki 1000 ta 2000 ta prosmotr olib, shu bilan prosmotrlar to'xtab qolyapti. Agarda shu holat sizda kuzatilayotgan bo'lsa, demak siz shortsni noto'g'ri joylayapsiz. Bugun men sizlarga 2026-yilda aynan telefon orqali qanday qilib shorts videolarini to'g'ri joylash kerakligini to'liq ko'rsatib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Qani boshladik. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalini o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi. Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz, kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Demak, birinchi bo'lib do'stlar, YouTube dasturiga kiramiz. Bu yerdan pastdagi plus knopkasiga bosamiz va pastdagi live ni biz shortga o'tkazamiz. Hamda add knopkasiga bosish orqali o'zimiz yuklamoqchi bo'lgan shorts videomizni tanlab olamiz. Mana masalan men tanlab oldim. Bu yerdan biz videomizni 40 ga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni hozirgi video 33 sekund bo'ladigan bo'lsa, misol uchun men buni 20 sekund qilib kesib olishim mumkin. Lekin odatda bizga bu funksiya kerak bo'lmaydi. Shu uchun videoni bu joyini tegmaymizda, pastdan shunchaki next knopkasiga bosamiz. Endi esa do'stlar, bu joydan biz videomizni montaj qilishimiz mumkin. Bunaqangi professional montaj emas, lekin o'zgartirishlar kiritishimiz mumkin. Eng zo'r funksiya bu yerda do'stlar, tepadagi add sound funksiyasi bo'ladi. Ya'ni biz musiqa qo'shishimiz mumkin. Bu knopkaga bosamiz va do'stlar, bu yerda bizga trenddagi eng zo'r musiqalar kelib chiqadi. Bularni eshitib ko'rib biz albatta birortasini tanlab olsak bo'ladi. Lekin do'stlar, bizga hozir bu kerak emas. Biz yana mana bu tepadagi audio belgisini bosish orqali videoni ovozini pasaytirib olsak ham bo'ladi. Undan keyin esa do'stlar, o'ng tarafda yana o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan narsalar bor. Ya'ni birinchisi bu tekst, ikkinchisi filtr, uchinchisi har xil stikerlar qo'shishimiz mumkin yoki bo'lmasam to'rtinchisi bu subtitr bo'lishi kerak. Bu subtitr va beshinchisi do'stlar bu oзвучка, ya'ni ovoz berishimiz ham mumkin ushbu videomizga. Agarda bizning videomiz tayyor bo'lsa, o'zgartirishlar kerak bo'lmasa, pastdan shunchaki next knopkasiga yana bosamiz. Endi esa do'stlar, ushbu joyni diqqat bilan tomosha qilinglar. Sababi bu yerda mana shu videomiz prosmotr olish olmasligi hal bo'ladi. Ya'ni videoga obloshka qo'yish, nom yozish, описание, tag hammasi mana shu joyda. Xo'p, birinchisi do'stlar bu obloshka, ya'ni ushbu qalamchani ustiga biz bosamiz. Bu yerdan do'stlar mana shu videomiz YouTube'ga chiqqanida uni ustida qaysi rasm turishini tanlashimiz mumkin. Ya'ni o'zimizning videomizning orasidagi birorta kadrni tanlashimiz kerak bo'ladi. Yaxshi birorta kadrni tanlab olamiz. Masalan, men ushbu kadrni tanladim. Agarda sizlar do'stlar professionalniy obloshka qo'ymoqchi bo'lsanglar, bu uchun video montajda bilmadim bir 0.5 sekundga qanaydir tayyor obloshka yasab olib, o'shani qo'yib ketsanglar bo'ladi va mana shu joydan aynan o'sha kadrni topib tanlasanglar idealniy obloshka chiqadi. Xo'p, tepadan strelkaga bosamiz. Undan so'ng esa caption your short degan joyga biz nom yozishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bu tasodifiy fakt rubrikasi. Shuning uchun men katta harflarda tasodifiy fakt deb yozaman. Mana tasodifiy fakt dedim va do'stlar, men nechinchi qism ekanini yozaman. Misol uchun 45-qism. Sizlar albatta agar qismli video qilmasanglar, qism deb yozish shart emas. Shunchaki o'zini yozasizlar va oxiriga birorta masalan emoji qo'yib qo'yaman. Misol uchun olovcha. Undan so'ng esa do'stlar, biz pastga show more knopkasiga bosamiz hamda mana bu joyga bosishimiz kerak. Bu yerdan biz unlisted ga qo'yib qo'yamiz do'stlar. Birdaniga public qilib yormanglar, sababini keyinroq aytaman. Ya'ni bu ruschada доступ по ссылка bo'ladi. Video birdan YouTube'ga chiqib ketmaydi. Mana shuni belgilab qo'yamiz
va orqaga qaytamiz. Undan keyin do'stlar mana bu ikkinchi joy, ya'ni audience degan, mana shu joyga kirib ikkinchisini tanlab qo'yinglar do'stlar. Agar birinchisida tursa videolar umuman prosmotr olmaydi, chunki faqat yosh bolalar uchun bo'lib qoladi bu. Qanaqa video joylasanglar ham farqi yo'q, yosh bolalar uchunmi, kattalar uchunmi video, mana shu ikkinchisiga qo'yinglar va pastga tushirib do'stlar, buni ham mana shu ikkinchisiga qo'yishinglar kerak. Bu juda ham zarur do'stlar. Va orqaga qaytamiz. Endi esa do'stlar, uchinchisi bu описание. Mana shu joyga bosamiz. Bu yerga do'stlar описание yozishimiz kerak. Men sizlarga tavsiya qilaman, shunday orqaga qaytib, ushbu videomiz nomini ko'chirib olishni. Mana masalan ko'chirib oldim. Описаниеga o'tib do'stlar, xuddi shu joyga birinchi qatorga qo'yaman ushbu nomni. Nimaga do'stlar? Chunki qidiruvda bu tepada chiqishga, birinchilardan bo'lib chiqishga yordam beradi. Bu sekret do'stlar, shuning uchun bundan foydalaninglar. Prosmotrni ko'paytirib beradi. Undan so'ng esa biz videomiz haqida nimadir yozishimiz mumkin. Mana masalan ushbu videoda siz qiziqarli tasodifiy faktlarni tomosha qilasiz deb yozdim. Agarda ChatGPT dan so'rasanglar do'stlar, uzunroq qilib, zo'r qilib yozib beradi. Men prosta sizlarga ko'rsatib beryapman. Endi esa pastga tushib do'stlar, biz Instagram, Telegram kanallarimiz manzilini ham yozishimiz mumkin. Mana do'stlar, Instagram bilan Telegramni yozdim. Endi esa do'stlar, biz oxiriga 3 ta hashtag yozishimiz kerak. Bu juda ham muhim do'stlar. Prosmotr olishini asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Buni albatta yozinglar. Buning uchun do'stlar, mana bunaqangi panjarani bosamiz. Undan keyin esa do'stlar, biz videomiz mavzusidan kelib chiqib 3 ta hashtag yozamiz. Misol uchun men faktlar deb yozaman. Mana birinchisi faktlar, ikkinchisiga do'stlar men tasodifiy faktlar deb yozaman. Mana yozdim. Uchinchisiga esa do'stlar men kanalimning nomini yozaman, ya'ni Vigetda. Do'stlar, 3 tadan ko'p hashtag yozmanglar, 3 tadan ko'pi hisobga olinmaydi va hech qanaqa foyda bermaydi. 3 ta yozgandan keyin biz orqaga qaytamiz va do'stlar, bu yerdan location bizga kerak emas, ya'ni manzil umuman kerak emas va do'stlar, mana bu joyga ham e'tibor beringlar. Ya'ni related video degani bor. Bu juda ham muhim narsa do'stlar. Ya'ni do'stlar, bu bizning shorts videomizdan keladigan prosmotrlarni uzun videomizga o'tkazadi. Bu juda ham foydali funksiya do'stlar, albatta foydalaninglar. Buni ustiga bosamiz va do'stlar, uzun videolarimizdan birortasini tanlaymiz. Misol men oxirgi 7 kun oldin chiqqan 57 mingta prosmotr olgan Roblox haqidagi 100 ta fakt videomni tanlayman do'stlar. Mana tanladim. Bo'ldi. Videomiz ulandi ushbu shorts videoga. Undan keyin esa do'stlar, playlistga qo'shishimiz mumkin. Mana bizda juda ham ko'plab playlistlar bor. Misol uchun bittasiga shunchaki qo'shaman. Bu unchalik ham muhim emas. Endi esa do'stlar, biz eng muhimi, ya'ni taglarni qo'shib olishimiz kerak. Ya'ni do'stlar, mana pastdan tags degan joy bor. Mana shu knopkaga bosamiz va adada tags bor. O'sha joyga do'stlar kalt so'zlarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bunga do'stlar videomizga aloqador taglarni yozishimiz shart. Misol uchun sizlarning videoinglar faktlar haqida bo'ladigan bo'lsa, bu yerga mashinalar tam yoki bo'lmasam yangiliklar deb yozib tashamanglar. Videoinglar qanaqa mavzuda bo'lsa, aynan o'sha mavzuda yozinglar. Masalan, men birinchisiga tasodifiy faktlar yozaman. Mana yozdim. Undan keyin do'stlar faktlar deb yozaman. Faktlar, qiziqarli faktlar yozaman. Qiziqarli videolar deb yozaman. Masalan, qiziqarli videolar, yana faktlar yozishim mumkin. Undan keyin esa Vigeta deb yozaman do'stlar. Mana shularning o'zi yetarli. Ko'p tag yozib tashamanglar do'stlar. Ko'p tag yozdim degani bu videoim ko'p prosmotr oladi degani emas. 4 ta 5 ta yozsanglar yetarli, faqat zo'r taglarni ishlatinglar. Xo'p, undan keyin orqaga biz qaytamiz va do'stlar pastdan upload short knopkasiga bosamiz. Mana do'stlar, bizning videomiz joylanishni boshlayapti. Kutib turamiz. Mana pastda necha foiz bo'lganini ko'rsatyapti. 51-52% bo'ldi. Xuddi shunday tarzda 100 bo'ladi. Undan keyin do'stlar biz videoni davom ettiramiz. Ya'ni hozir shunchaki YouTube ga joylayapmiz, lekin boshqalarga ko'rinmaydi. Mana do'stlar, videomiz joylandi. Endi esa do'stlar, biz YouTube Studio dasturiga kirishimiz kerak. Ya'ni Tvorcheskaya studiya deyiladi bu. Ushbu dastur agarda sizlarda bo'lmasa, Play Market yoki App Store dan bemalol yuklab olsanglar bo'ladi. Mana shu dasturga kiramiz. Hamda do'stlar, pastdan content degan bo'limga o'tamiz.
Bu yerdan esa shorts degan bo'limdan mana посмотреть всё bor. O'shani ustiga bosamiz, bizning shorts videolarimiz chiqib keladi. Birinchisi do'stlar, mana tasodifiy fakt, e'tibor beringlar do'stlar, pastida idjot proverka degan narsa chiqyapti. Ya'ni do'stlar, videomiz hali YouTube ga joylandi, lekin hali tekshiruvda. Agarda biz mana shu joydan hali proverkadan, ya'ni tekshiruvdan o'tmasdan birdaniga videoni ochib yuboradigan bo'lsak do'stlar, videomiz odatda prosmotr olmaydi. Shuning uchun ham do'stlar, men sizlarga dasturpa ssilka qilib yuklashni maslahat berdim. Bu yerdan ozgina kutamiz, unaqangi ko'p vaqt ketmaydi. Mana ko'rdinglar do'stlar, o'sha proverka degan yozuv yo'qoldi. Ya'ni endi bemalol biz videomizni yuklasak bo'ladi. Videomiz tekshiruvdan o'tdi. Xo'p, endi buni ustiga bosamiz. Tepadan do'stlar qalamchani ustiga bosamiz. Va do'stlar, bu yerdan biz agarda xohlasak, dasturpa ssilkani ustiga bosib, открыть seychasini bosib, shunchaki сохранить qiladigan bo'lsak, videomiz hozirning o'zida YouTube ga chiqadi. Agarda biz hozir emas, bir xil vaqtda chiqishini xohlasak do'stlar, buni ustiga bosib, pastdan запланировать publikatsiyaga bosamiz va bu yerdan biz qachon videomiz chiqish kerakligini tanlaymiz. Men sizlarga maslahat beraman do'stlar, bir xil vaqtda shortsni yuklanglar. Ya'ni, misol uchun men odatda videolarimni agar shorts joylasam, soat kechqurungi 7 da joylayman. Buning uchun ustiga bosamiz. Bugungi sanani masalan 1-martni tanlaymiz va bu yerdan do'stlar PM ga o'tkazib, ya'ni kechqurungi soatni o'tkazib, bu yerdan 7 ni tanlaymiz va OK knopkasiga bosamiz. Mana 19:00 bo'ldi. Demak do'stlar, orqaga qaytaman va сохранить knopkasiga bosaman. Mana bo'ldi do'stlar, сохранить bo'ldi. Endi ushbu videomiz bugun xudo xohlasa 19:00 da YouTube ga avtomatik tarzda chiqadi do'stlar. Mana do'stlar, YouTube ga shorts joylashni professional tarzda o'rganib oldingiz. Endi siz YouTube ga shorts videolar joylash orqali pul ishlashingiz ham mumkin. Lekin buning uchun sizga Amerikan YouTube kanal kerak bo'ladi. Agarda sizga Amerikan YouTube kanal kerak bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz kanal ochib berish xizmatimizda sizga yo'nalish tanlab beramiz. Sizga kanal ochib, noldan professionalni настройка qilib beramiz. Sizga Amerikan YouTube bo'yicha videolar tayyorlashni o'rgatamiz va qanday qilib kanalni rivojlantirish strategiyasini ham beramiz. Amerikan kanal ochib berish xizmatimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun ushbu Telegram manzilga YouTube kanal so'zini yozing va atigi bir kunda o'zingizni Amerikan kanalingizga ega bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.